Doyma ketdim. Shoshmang. Ro'zg'or qilib kelish kerak. Uyda hech narsa ham qolmadi. Bozorga borib kelasanmi? Kartezga pul tashlab boraman, o'zingiz olib keling. Menga qara. Yana kechasi uxlamadingmi? Yana kompyuter o'yinlarini o'ynagansan-a? Necha marta aytdim shu bekorchi o'yinlaringni qo'ygin deb. Rahmatjon, bolam. Agar kechasi uxlaganimda bozorga o'sha pulim yo'q edi. Sizda bosh miya saratoni aniqlangan. Bunaqa operatsiya faqat Germaniyada qilinadi. Taxminan $100,000 kerak. Operatsiyasiz Ahvol juda og'ir. 90 kun vaqtingiz bor. $100,000. Matematikada bunaqa sonlarni faqat o'quvchilarimga o'rgataman. Lekin aynan mana shunaqa raqamlarni deb o'lib ketaman deb hech o'ylamagandim. Sizda bosh miya saratoni aniqlangan. Taxminan $100,000 kerak. Men senga $1000 berdim. Bo'larkan-ku. Qara, dars bo'lyapti. Katta xolang uyda o'tiribsan. Jim o'tirgin. Uzr ustoz, yo'q joydan $1000 kelib qolsa shunaqa bo'lar ekanda. Bugun nima? Oylik tushgan. Chelsea bugun 4 ta gol uradigan-ku. Bu matematika emas, tavakkal biznes bu. Ey, daftarlaring onlaring hammang. To'xta. Uzr so'radim ustoz. Ana telefoningdagi narsani ko'rsat menga. Ta'bir tushunmaysiz, nima qilasiz ustoz? Bu algoritm u. Qara, hozir buni foizi 2,5 bo'lib qoladi. To'p. Qo'yib topdingiz lekin. Qara, lekin sen bunga emas. Bunga tikkan. Chunki seni bular foizi bilan manipulyatsiya qilishmoqchi. Shuning uchun o'yinning oxirida bunga tikasan. Yutqizsamchi? Yutqizsang, men beraman. Nomla topdingiz. Mayli. Bugun senga xohlagan kiyimingni beraman. Ты чё, реально? Ardamga restoranimiz bor-ku. Ага. O'sha yerda ovqatlanamiz. Все, тогда uyga boraman, ishlarim hal qilib перезвоню тебе, хорошо? Давай. Telefon qilishni sen chiqmasin. Окей. Menga qara, Rahmatjon, seni ko'rganim yaxshi bo'ldi. Men buni musiqasini sketchat qilmoqchiman, lekin obuna bo'lgin deyapti. Nima qilish kerak? Shu botni ham ishlatasizmi, ustoz? Mana eng yaxshi bot, so'ng fast bot. Ijtimoiy tarmoqdagi xohlagan videongizni silkasini olasiz, shuni tashlaysiz. Bot mana muzikasi ham, videosi ham качественный. Zo'r. Esingizdan chiqarmang. So'ng fast bot. Lekin bu bitta bahona edi-da. Rahmatjon, senga bitta taklifim bor. Qanaqa? Birga ishlaymizmi? Assalomu alaykum domla. Assalomu alaykum. Bu kim? Jasur o'qishimiz yaqinda keluvdi. Menga qara. Agar bu temaga aralashganimni kimdir bilib qolsa, sen ham u ham xafa bo'lmasin. Tushundilaringmi? Ishonsa bo'ladi domla. Xavotir olmang. Faqat men, sen va Jasur bilish kerak bu temani. Ketdik. Bu mag'lubiyatga uchrashi mumkin bo'lgan aniq jamoaga bizda koeffitsient baland ko'rsatdi. Shuning uchun bularni urishimiz kerak. Tushunasizmi? Xo'p, men stavka qilishga tayyorman. Hali shoshilmang. Menda vaqt yo'q. Nima? Ya, ishtama qo'yib. Ketdik, tayyormisan? Domla xato qildik-da. Qanaqasiga Real Madrid oddiy komandaga yutqazishi mumkin? Da yutqizadi. Mana yaqinda Barsaga yutqizdi-yu. Futbolda faqat kuchlilar yutadi. Sen futbolga ishonma. Matematikaga ishon. $100 pulni $2,000 qildik. To'g'rimi? Demak, $1000 tiksa $20,000 bo'lib qaytadi. Bu degani $10,000 tiksa $200,000 bo'lib qaytadi. Tushunasizlarmi? Demak, bizga kattaroq pul kerak. Da. Mani bitta tanishim bor, foizga pul beradi. Gaplashib ko'raymi? Birovni puli nima kerak? Nima farqi bor? Birov pulmi, bizani pulmi? Glavnisi ko'taramiz. Hozir gaplashaman. U boshqa, bu boshqa. Tushundingmi? Agar yutqizsak pulni o'zimiznikini yutqizamiz. Birovnikini emas. Xullas, ertaga shu $2,000
o'zimiz ko'taramiz. Tushundilaringmi? Nima qilyapsiz? Qalaysan jonim? Tamam. Yaxshi, kechagi kun uchun rahmat. Вообще zo'r bo'ldi. Qachon vaqtingiz bor yana? Sen uchun har doim vaqtim bor. Rahmatjon. Mayli, gaplashamiz. Ha? Kamila bilan nima qildingiz? Imtihon tayyorgarlik. Referatingizni tayyorlab qo'yganman. Haliroq kirib olarsiz. Shikoyat esingizdan chiqmasin. Давай, давай, давай. Yutqizıyor. Yutqizıyor. Qani hisob kitoblaringiz, qani matematika? 2000 ga o'qitiga hozir qattiq xato qilgan bo'lishim mumkin. Hammasi hisoblangan edi. Men o'ylagan edim bu narsaga. Nima bo'ladi o'zi? Bir martalik bu narsalar. Buni qattiq xato qildim men. Shu o'yinga kirib katta xato qildingiz, domla. Aralashmagin sen. Nima qilamiz hozir? Menga qarasam pul beradigan tanishing bormidi? Qaysi? Pul beradigan tanishim bor deb aytding-ku. Ha, bor. Ketdi o'sha yerga. Ketdingiz tur. O'sha uymi? Yo'q, bu kinodagi uy. Shu uyda. Ketdik. Kiroringlar ochuv. Kiroringlar deyapti. Ketdik. O, Rahmatjon. Otang o'zi bo'lsan. Rahimjonni ko'rgandek bo'ldim. Rahmat. Kim bular? Ha, domla, birga ishlaymiz. Nima ish qilishadi? Stavka. Yo, odstavka demoqchi edi. Ana xuddi Real Barsa nima degandek. Ishlab chiqarish yaxshi narsa. Assalomu alaykum. Voy, Rahmatjon. Tanishmisizlar? Va Kursdashimizni birga o'qiymiz. oldingizga bitta iltimos bilan keluvdik. Xo'sh. Ozgina pul kerak edi. Qani o'tiringlarchi. Bir haftada qaytarasan. Qo'shni! Ey qo'shni! Qo'shnim keldi hozir bir minut. Xo'p. Bu yordammi deylar? Ha. Sizimiz qo'y. Qanday? Qanaqasiz? Sizim charchamasdan. Shuncha ovqat qilyotgandim. Aha. Shunda shampuningizni berib turing. Shampun nima aloqasi? Boshimni yuvib keyin qilmoqchi edimda ovqat. Hazillashdim. Yo, kartoshka, tovuq berib turasiz. Ha. Bo'ldi, nima ovqat qilmoqchisiz? Kartoshka, tovuq. Hazil. Aniq shampun berib turing. Shampun bering. Ha. Bo'ldi. Futbol ko'rmoqchimisizlar? Ha. Manchester City, Manchester United. Manchester City yutadi, qo'shni. Ishoning menga, ko'ringlar o'yinni. Cityga tikaman. To'xta. Bilasanmi, bu bola bor-ku, hozir. Gapirgan gapi har doim teskarisi bu. Nima gapirsa, o'shani teskarisi bo'ladi. O'shaning uchun Manchester Cityga emas, Manchester Unitedga tikkin. Voy.